97-qishloqqa yetib keldim. Menimcha taksichi menga aytdiki, shu 97-qishloq. Ha, qani kimlardan so'rab ko'raychi, bu o'zi 97-qishloqmi ekan? Ha, mana bu yerda kimdir yashasa kerak. Tuk tuk, kim bor? Ha, kiravering, kiravering. Хорошо, men kelyapman. Mer ekansiz. Ha, menimcha telefonda siz bilan gaplashgan edim. Ha, men bilan gaplashdingiz. Ha, bo'lmasam shu qishloqqa ko'chib kelishimni aytdim albatta telefonda. Xo'sh, uyimni ko'rsata olasizmi, qaysi uyligimni? Ha, yuring orqada ko'rsataman sizga. Rahmat, ko'rsatangiz juda ham xursand bo'lasdim. Mana shu sizning uyingiz. Ha, shumi? Rahmat, uyimni ko'rsatib olganingiz uchun. Juda ham katta ekan, arendasini to'lay olarmikanman? Ha, o'rtoqlashtirib beramiz, hijolat bo'lmang. Ha, rahmat. Baribir yaxshi mer ekansiz. Ha, bo'pti, bo'lmasam siz joylashib oling. Bo'lmasa mayli. Ha, mayli, bo'lmasam siz ketavering. Xo'p, bo'pti, bo'lmasa men ketdim. Mer ham salomlashib olay. Barchaga salom sizlarga. Men Husan Minecraft bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar bolada. Anchadan beri ko'rmay qolgan edim. Chunki kanalimni sotdim. Bu esa yangi kanalim. Bu yerda esa endi doim serial videolar chiqadi. Va men hozirda yangi qishloqqa keldim. 10-qishloqda yuruvdim-ku, nega ketib qolding deyotgan bo'lsangiz, ya'ni men yangi qishloq 97-qishloqqa keldim. Albatta yangi uyimga, oldingi uyim juda ham kichkina edi. Bu uy esa juda ham katta, xuddaki qo'shnimning uyiga o'xshaydi. Faqat ichi sal boshqacharoq ekan. Mana bu yer juda ham zo'r. Men yoqqa ikkita stol qo'yib qo'ysam, juda ham chiroyli qo'yiladi. Vau, bo'la qaranglar. Bu hammasi tayyor ekan. Vau, kompyuter. O'zimning oldingi notebookimga o'xshaydi ekan. Kopiya ekan. Menimcha, vau, televizor ham bor ekan. Vau, qani, vau. Bu yerda fotoapparat ham bor ekan. Menimcha bu yerda kimdir yashagan va hozir bu yerda yashamayapti. Albatta. Qani, bu yerlarda nima bor ekan? Ovqat bor ekan. Как раз ovqat ola olmas edim. Chunki pulim sal kamroq. Hali men bu pullarga ko'p endi pulim bor normal, lekin bu pullarga bir narsa qilaman pulim bor ozgina. Bular hali o'zimga kerak chunki. Mayli, bo'lmasam xo'sh. Mana bu yerlarni ozgina tozalab yuborsam yaxshi bo'ladi. Mana bu yerlarga stol qo'yaman va polozlarni qo'ysam qo'yib olamiz, bo'ldi. Bola, mana nihoyat butdim. Nimani qilding deyotgan bo'lsanglar to'g'ri. Mana bularni o'zim zakaz qildim, lekin mana bu ikkita stolni o'zim yasashga to'g'ri keldi chunki pulim kamroq. Pulim bor, lekin bular hali beri menga kelajakda kerak bo'ladi. Menda hali beri $280 bor ekan. Menga hali bular kerak bo'ladi. Ungacha esa mana o'zim yasab turaman. Mana bular arzonga tushdi. Sal eskiroqni oldim va o'zimga yoqqan qora rangdan oldim. Endi esa men hozir merda oldiga bormoqchi edim, adashmasam. Merning oldiga borib o'zimga ish so'ramoqchiman. Chunki albatta pul topishim kerak va arendani ham pulini to'lashim kerak. Albatta men bu pul bilan atigi 2 oy yashay olaman va undan keyin nima qila olaman? Undan ko'ra hozir bu pulimga bitta ish topsam deyman. Mer, kirsam maylimi? Kiraver. Rahmat. Mer, yaxshimisiz? Yaxshi, hozir men mana bularni ishlatganimda gapiraver. Короче, menga ish kerak edi-da. Ishmi? Ish kerak bo'lsa, hozir bizda ish qolmagan edi. Bo'ldi. Bitta ish bor, yur orqadan ko'rsataman. Rahmat, ish bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Yuring, ko'rsatingchi hozirroq. Yur orqamdan. Shumi, nima bozordami? Muncha katta menga nimaga bular olishmagan? Chunki bu eskirayotgan. Shunga hech kim olmaydi buni. Tushunarli, shunga katta, lekin hamma kichkina olibdi. Demak, nega o'zi bozor ham uncha katta emas ekan? O'zi kichkina qishloq bo'lsa, qayerda katta bozor bo'lsin? To'g'ri aytasiz, lekin mayli, qancha deysiz endi, Mer? Bo'pti, senga $250 qilib beraman. Nima? $250. Mayli, oylikami? Albatta, oyligini oldindan to'laysan-da faqat. Mayli. O'zi pulim kam qolgan edi. Hozir mana
$250 hozir to'xtab turing. Men sizga o'zimning mana buni bu $100 ekan. Xo'sh, hozir 3 necha dollarim bor edi? Hozir eslab olay. Ha, mana bo'ldi. Mana qolgan pulimni tashlab beraman. Mana va mana. Bo'ldi, meyor, endi hisobni Ha, keyingi oy ham pulini yana berasan. Bu safar sal qimmatroq bo'ladi. ne qimmatlashtirib tashyapsiz? Endi o'shanaqada bu biznes deyiladi. Короче, shunaqa gaplar. Men nima bola chaqamni qanday boqaman? Hay, mayli, roziman. Necha pul desang ham ish qilib savdom bo'lsin-da. Yaramas. Atigi $30 qoldi. Ha, mayli. Mana bu yerlarni to'g'rilashga yetsa kerak menimcha. $30 yo'q. Ha, mayli. Bir narsa qilib eplab turamiz. Xo'sh, o'zim hozirchalik mayillar to'g'rilayman. Produktni qayerdan topaman? Qanaqa qo'ysam ekan? Ha, mayli, hozir mana bularni olib tashlaylik, keyin gaplashamiz. Mana, хорошо, yaxshi ham o'zimga instrumentlar sotib olibman. Mana bularni ham olib tashlaymiz. Ha, yaxshi. Hali ko'rib turasiz, mer. Bu bozorni juda ham rivojlantirib tashlayman. Ha, mayli, to'xtab turinglar, bola. Mana bunaqasi chiqsa bo'ladimi? Yo'q. Ana bu yerga yetmoqchi edim. Ha, mayli, haliroq chiqib olib tashlaymiz. Ha, yaxshi. Mana bularni ham olib tashlash kerak. Hamma yer chuvalashib yotibdi. Ha, ancha eskilarga ko'rinib yotibdi jigarlar. Ha, albatta. Qani, mana bularni ham olamiz. Ha, ancha eski. Mana bu yerda ham turibdi. Tepada ham bor ekan. U yoqqa blok bo'lib chiqmasak. To'xtab turing, qo'shnilar, men salomlashib chiqay. Salom, men bu yoqqa yangi bozor ochdim. Ha, salom. Bu yoqda yangi bozor ishtaymisan? Ha, men mana bu yerni ochyapman. Rostami? Ha, albatta. Yaxshi-ku. Ha, mayli, qolganlari bilan salomlashish ham shart emas menimcha. Sal g'alatiroq odamlar ekan. O'zi bu qishloq sal g'alatiroq ekan. Mana bularni ham, mana buni ham olib tashlaymiz. Tepadagilarni ham olib tashlaymiz. Хорошо. Va endi biz qayerdagina orqasida yo'q ekan bo'ldi. Ha, mana bularni ham, cho'plarni ham yo'qotish kerak. Mana bu yerdan ham qolib ketibdi. Хорошо. Mana bo'ldi, butdik. Endi ancha toza bo'lib qoldi. Shu qilish ham shuncha qiyinmi desam? Pattafaq tepada ham bor ekan. Ha, tepadagini ham olib tashlaymiz. Faqat yerni ham olib tashlashimiz kerak. Chunki bu bo'lmaydi. Albatta bo'lmaydi. Ha, hali bu yoqqa nima ochishni ham o'ylashim kerak. Nima ochsam bo'lar ekan? Bola, nima ochay? Aytinglar, bola, nima ochsam bo'ladi? Davay, bola, nima ochay? Bu yerga hali nima ochsam bo'lar ekan? Xo'sh, bizda hozir $30 bor. $30 yetib qoladi narsalarimga. Ha, tagiga polga narsalar olib kelsam, keyin produkt olib kelaman. Produktni nima olay? Aytinglar. O'ylab turaychi. Nima? Ideya keldi. Ha, bo'la. Ha, albatta, bo'la. Mevalar sotsammi? Ha, cho'tki ideya. Mana bu bloklarman tepadagilarni olib tashlayman. Ha, bo'la, zo'r ideya, to'g'rimi? Zo'r ideya. Mana bu yerda ham olib tashlaymiz. Bo'ldi. Va endi pastga tushamiz. Bo'ldi. Va endi mana bu yerga hamma instrumentlarni va hammasini sotib olaman. Menimcha magazin bu yerda yo'q ekan, demak magazindan sotib olamiz. Magazin ana u yerda ko'rgan edim. Butun tagini ham aytgancha mana bularni sotib olgan edim. $30 ga yetadigan pullarni. Ha, pol hamcha zo'r emas-ku, zato oldim. Ha, yaxshilar. Ha, endi biz mana bularni ham qo'yib chiqishim kerak. Mana. Bunga ham to'xtab turinglar. Hali mana bular ham bor.
chiroyli qaranglar. Krevetkalar ham olibman-ku. Sezmabman ham o'zim ham. Ha mayli, cho'tki va tepalariga ham qo'yib chiqamiz. Mana bular bizga oshiqcha va mana u mana va mana bu yerga, mana bu yerga. Mana bularni esa bular menimcha nima edi? Eslashimcha bular hozir qo'yaylikchi. Uncha eslolmadim. Mayli, turtiraversin. Mana bu yerlarga qo'yib qo'yaman. Ha, bo'ldi. Bular yo'q, baribir eslolmadim nimaligini, lekin qiziqish uchun oldim shekilli, olgan edim menimcha. Ha, mayli. Mana bu yerlarga ham qo'yamiz. Bu yerga qo'yish shart emas va bu yerga. Cho'tkida. Kimdir kelsa maza qilib sotaman o'g'li. Cho'tki qurildi, qaranglar, vashchi cho'tki. Menimcha yaxshi. Ha, bola. Yaxshi. Ha, bu yerda maza qilib sotsang bo'ladi narsalarni. Juda ham kayfu bu yer. To'g'rimi bola? Ham. To'g'ri bo'lsa like bosma, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi, yana narsalar kerak menimcha. Ha, bola, video shu yerda tugadi. Ya'ni nega deyotgan bo'lsanglar, короче, hozircha shu yergacha. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormasdan ko'ringlar. Keyingi videomizni ko'rishcha va nimalar sotib olay yana shuni ham kommentariyga yozib yuboringlar. Ungacha endi ko'ramiz. Hammaga xayr, sizlarman men Husanboy bo'ldim. Keyingi videomizda ko'rishcha hammaga xayr.